أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرضا والسداد والرشاد والتوفيق لما تحب وترضى يا رب العالمين آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ولو أسلم مكيلا في مكيل وموزون bu ötkenki dersteki selamdan şartlardan birisi her iki bedelge çetişlik olan şartlardan birisi iki bedel ribal fadlı da birbirini almaştığın çağda nesi kılınsı bulunmaydıgan iki narsa buluş lazım diyen. Muşun çetişlik emeli misallardan ibaret mal. Ötkenki dersteki şartının emeli misalları. ولو أسلم مكيلا في مكيل وموزون kemçellengen bir narsini iki türlük narsiga oldin topshirgan bo'lsa, masalan kemçellengen buğdayni topshirib, keyincha kemçellengen guruch olma va jinglangan shika olma debdi. Lakin al-muslim fihi iki türlük, makil ve mevzun. Lekin rasul mal makil. Ve lem yubayyin hissata kulli vahidin minhuma. Lekin ay muslim fihi iki türlük dedik-ku, şunun her bir türünün rasul maldagi, sarmoyadagi nisbasini qanchalik buni bayon qilmadi. Kema iza aslama. Bunun misali mesela iza aslama kurra hintatin fi kurra sha'irin ve 10 artal zeytin. Mesela 1,5 tonna deyli, 1,5 tonna buğdayni bu hamda ko'radigan mikyal islan, keyl, kemçe ölçümü. Aşında bir ölçem deyli, 1,5 tonna ağırlıkta tahminen şunda açlık sığıdığan bir ölçemdeki buğdayni aldın tapşırdı. Nima setib olmoqchi? Fi kurra sha'irin ve 10 artal zeytin. Şu kemçengilik kıldıgan arpa setib olmoqchi ve yana 10 jing yağ setib olmoqchi. Fa innahu yabtulu fil kull. Bunda ahvalda salam hemmisde butunlay bekor bo'lib ketdi. Bu İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'nin karşı iken. Ve qala sahiben dedi ve qala yecuzu fi hissatil mevzuni bir to'xtatib sahiben şimdi de jinglangan 10 jing 10 ratl yağning nisbasida shunchalik miqdorda salam joiz bo'ldi. Endi imomning asl salmog'ini nima desak, binaen, yani binaen deganim o'sha imomning gapi, binaen ala anna safqata mata fasadat fil ba'd fasadat fil kulli indahu. İmomning joiz bo'lmaydi, bekor bo'lib ketadi salam degan nima asosida asoslangan desa, imomning nazarida mush savdo qachoniki bir qismida bekor bo'lib ketsa, buzilib ketib qolsa, hammasi buzilib ketadi. Undan keyin bu yerda kurra hinta fi kurra shair dedimi? Kurra shairda bekor bo'lib ketdi. Makil bo'ldi. Birisini sima asli yedembiyat bo'lish kerak-da. Yedembiyat qildigan narsani az salamda nisi savdo qildingiz, bekor bo'ldi dedi. Yo'q, 10 jingda ashunda o'sma salam savdosini qilib olasiz, yo'q. Butunlay bekor bo'lib ketdi. Qanday bekor bo'lib ketdi o? Bu salam savdosi aran o'rtugan savdo dedi. Shariat mayli bo'libdi deb ruxsat qilgan. Degandan bu yerda kichikgina bir qismiga mikrob yuqib, masal chiqsa, hammaga tarab ketadi, yamirab ketadi. Hammani jiq tutadi. Ay darajada ojiz bo'lg'achqa. Mavzudagi meselasi durust bo'ldigini, masalan, 10 jing zeytun degan bo'lsa, shuningga durust bo'ladi. İmam Ebu Hanife onun duruz olmaydı. Yani bütünler bu selam söylese yok. Bekar. Kurru hintalan kurru şair ikisi asli fayda. Talafatul asnaf fabi'u keyfe şitum ederken yedem biyat deganken yedem biyat bulmadı. Buğdayını aldın tapşırdı. Şair bir çağda tapşırmakçı. Ondan ma batıl okettim ha. Batıl olanken yok 10 can nimitte ma mevzun olanken ma makil olanken ikisi ihtilafatul ajnas ve illa yok bunun da. İlletil vezmi yok ondan keyin mana bulud deyilsa yaqin bo'lmaydi. İmam Ebu Hanife'nin qarshi. Ve indahuma yafsudu biqadril mufsidi. Peki ishkelarning qarashida osh buziladigan narsaning miqdori bo'yicha shuning haqiqatan buzilib ketadi. Kurra hinta, kurra shayda shuni buzildi. Lekin asharta artadi buzilmaydi deydi.
لأنه وجد في البعض فيقتصر عليه. Çünkü o yani al-mufsid bir kısmında tepildi. Şuna çekinip kaldı. Mufsid bulmagan narsa, şeriat çekilmegen narsa da to'g'ri bo'laverdi deydi. Lekin endi mush ahvolda ikkisining nasibasini bekitmasa, buning nasibasini qanday muayyanlashtiramiz? Mesela mush kurra hintaninki 1,5 tonna miqdorda buğday deydi. Mush buğdayninki qanchiligi arpaga tava, qanchiligi yog'ga tava. Bunu bayon qilmagan. Çünkü biz o'tgan darsda o'sha nisbasini endi ayirish lozim. Ma 1,5 tonnaning 1 tonnasi arpaga tava, 1,5 tonnasi 10 jang yog'ga tava deyish lozim dedi. Bunda buzilib ketib qolsa, qul olsindir. Hozir bu yerda qul bo'lmaydi. Yani qulamagan ekan, mana shunda buzildimi? Mabiyada mejhulluk chiqdi bu yerda. Yani bu adam hozir nimani topshirib berish kerak? Onca yağını tapşırıp durdu değil mi? Puldan eşpileleştirip gerek buğdaydan. Qancha buğdayni tapşırıp qo'ygan 1,5 tonna buğdaydan qanchasini qaytarib turdi? Kurr shairda batil bo'lib ketdi desak, noma'lum. Yani shada rasulman noma'lum bo'lib ketdi. Lekin sahiban yo'q, shuning nasibasida to'g'ri bo'ldi dedi. Buzilgan miqdorda buzildi, buzilmaydigan miqdorda buzilmaydi. Asharta artalda bu vazni bo'lgan ekan, ma buday kayli bo'lgan ekan, bu ikkisida illati ribal fadlining bir turi tepilmadi. Shunda to'g'ri bo'laver kerak deydi. Lekin to'g'ri bo'lgan taqdirda biz qanchalik nasiba ayiramiz shu puldan? Bir kurrahintadan 10 jing yaqqa qancha narsa ayiramiz? Sahiban yerden bonusu bulamak mesela şu zeyt bozlarında. Zeyt olsa imamı yerden bir yer bulmuş bulardı deydi o. Şeyle ittifak. Şeyle ittifak. Hazır yeni bir ittifak var oran. Keyliğe yerden bir yer kırış gerek diyen ittifak. Keşkütüsen bulmaydı dedi. Ama kurra hinta olan kurra şairde nesi alsak bu keyli oldu. Birisi nesi oldu. Nesi olsa masodu bulmaydı dedi. Bunun ittifak. Hem de bu kurra şairde bulmadı deyli. Ma oncan yağdı mı bulmamdı ya ki oncan yağdı bulup manla bulmamdı. İmam Hemmed bulmaydı dedi. Sahiben şairden bulmaydı o keyli yedim bir bulmadı. Lekin ma vezni yedim bir olmasın buldu. Muşunu doğru bulardı dedi. Lekin bunda doğru bulardı desek bunun qanchalik buğdayni oncan yaqqa ayırmaz. Qanday deyish bo'lsa? Deysizmi shu kurra shairga manchilik kurra bug'doy desa, shuni bo'lmaydi. Nari bo'ldi. Kedimga bo'lmagan ekan. İmandan çıkıyorsa buzuldu diye mesela şu yani bayan oldu da eylemler efendim tefsiri bayan falan çıkıyorsa Bundan bir tarafdan aşının nesibisi, hissatı ma'lum bo'lmaganlik, ikkinchidan bu savdo nayt aciz, bunda titrab turgan savdo bo'lgan ekan, buni kichikgina bir virus chiqib qolsa, jukamdan bir ketishdi dedi. Yani turolmaydi dedi. İki tarafdan caiz olmaydı demekçi. İmam Ebu Hanife rahmetullah. Bunun nesibesinin hukmusu mu caiz buldu depti sahiben. Onun nesibesini belgeleşte bir çaresi bağ okşaydı. Yani şu 10 can yakka biz qanchalik buğday yapqalamaz. Onunla başka bir çaresi okşaydı. Kema ida ba'a, yani bu hazır sahibenninki delili. Kıyas. Xuddi mesela birisi iki kulunu sattı. Ba'a abdayn. أحدهما مدبر برسه مدبر كلكن أنت حر بعد مماتي دينك من كين قاسان سن hör ديلген كلكن من دا قلنا سات برسه قر قل deymiz kin برسه مدبر deymiz ikini bıraklam sattı iki qulna 2000 dollarga sattı endi bunda ahvolda qanday bo'ldi mudabbar setilmaydi kin silib ketdi. Bunlar çıkkını bırakan kıygan soğudunun ki doğrusu olsa doğrusunu hesap kıldık, hatası olsa çıkırvattık bu der kıyas kılıyorduk. Mesela duman da kılıç lazım. Doğru boğan kısmını doğru kılıp bana yürümezdik. وَلَهُ yani lil imam ennehu fesadun kavîmin. Muşu bir buzukluk, buna küçük buzukluk dedi. Temekkene fi sulbil aqd.
Mush to'xtamninki yurkiga berib joylashgan bir buzuqliq. Ma kesal hozir yurakda demak. Salamning yurkida. Undagi fashi'u fil kull. Bu buzuqliq hamma qismiga taqib ketadi. Kama idza zahara ahadul abdayn hurran. İmamның qiyasning dalili bor ekan. Qiyasda kelgan dalili ikki qo'lni sotdi. Lekin sotgandan keyin har ikkisi qul deb o'ylagan ikki qo'l birisi so'didan kellam bu hur chiqib qoldi. Bunda hur chiqib qolsa ikkili qulning so'disi bekor edi. Yo'q, ma hur chiqib qoldi, ma setilmaydi. Ma hur emas, qari qul setilgan bo'lsa bo'lmaydi. Buni Imom Abu Sufyan keladi. Ev ahadu dammayn khamra. Ikki kupda ya ikki ko'zida sirk satgan bo'lsa, ya sharbat satgan bo'lsa, bir ko'zda aroq chiqib qopti, aroq olib ketgan narsa chiqib qopti. Undan keyin ikkili ko'zning sodisi biga olib beradi. Bi xilafil mudabbar. Ammo sizlar ishkanlar dalil qilgan qiyosdagi mudabbar bunga o'xshamaydi. Fa inna hurmata bay'ihi laysa mujma'an alay. Mudabbarni setishga bo'lmaydi degan mush hukm ittifoqga hukm emas. Ba'zi ulamolar satsa bo'ldi deydi. Masalan, o'tgan bir sahobaninki Rasululloh mudabbirini satqizayotgan deb isroat qildik-ku, shunga asosan ba'zi ulamolar satsa bo'ldi dedi. Ya'ni bu mazhabda satsa bo'lmaydi-da. Bu ittifoqga kelgan bir masala emas. Undan keyin unda bir kesib bir narsaga olmaydigan nimaga qiyos qilsangiz bo'lmaydi. İmam Abu Hanife bazı ayrım bo'lsa, mudabbar bo'lsa buldu deydi. Bunun ittifaq. Şuna ittifaq onun qiyas qildi. Mudabbar bo'lsa hammaydan ma'qul deydi. İmam Abu Hanife ma'qul deydi. Degan endi bo'lash uchun nima endi bulash lozim. Puli endi bulash lozimdi. Yani ikki qo'l deb ashunda sotgan bo'lsa, balki shu baha 2 yildan bo'linishi mumkin. 10 ming koy desa 5 ming koydan tegishi mumkin. Lekin ikki qo'l deb, ikki qo'lni sotib, kim birisi hur chiqib qolsa, bu chaq butun so'z bekor bo'ldi deydi. Undan keyin İmam Abu Hanife ash tovarning hammani bir butun deb qaragandek, xuddi bir ko'nglakni sodlashdi desa, bu ko'nglakning ma yengida hisob bo'lsin, boshqa yerda hisob bo'lmasin degan qilmashmaydi. Yaxshisi hisob bo'lmasa, hamma yerda hisob bo'lmaydi degandek. Sahiban buni pachlab muomala qilamiz debdi. Bu nereden kelgan? Mush gap. Asli biz almashtirgan narsa ikkilisida illatlar bor, birisi o'xshash topilmasi lozim degan. Ana bunda keyli bo'lib qoldi. Birisi naq, birisi nesi bo'lib qoldi. Shu bo'lmaydi. Mesela keyliga nima qilib qolsa, bir sa oshliqni, bir sa tamirga salom qilib bersa bo'lmaydi. Mush qoidaga asosan. Hozirgi mana misol şu bir saat açlıkını bir saat tamirga salam qildi. Lekin bir saat tamirga qitib 1 kilo shikam bor. 1 kilo shikam bo'lgan ekan, bo'ladi bo'lmaydi deb misol. Qala va la yajuzu salamu fi ma la yata'ayyanu bit-ta'yin. Biz darahim va dananirni la yata'ayyanu bit-ta'yin degandik. Yani muayyanlashtirilmaydigan narsalar qatoridan deb. Müşarik bir şart, yani min şurutul muslim fihi bu. Ay tovarning şartlarının birisi bu muayyanlashadigan narsa bo'lish lozim. Muayyanlashmaydigan tangi tilla bo'lsa bo'lmaydi. Nima uchun tangi tillar bo'lmaydi? Bu tangi tillar degan bu saman, bir narsaning bahasi. Bu mabiya bo'lmaydi. Nima uchun bo'lmaydi o'shada? Chunki bu tovar aslida sodiqisa banası ulaş lazım şunama. Asli qoidada tovar bağlash lazım. Banasini satibdi. Yo'q narsani satma degan bir qoida bordi. Va muayyan bir narsa bo'ldi, sotilgan narsa. Lekin salamda u yo'q narsani sotishga ruxsat qilgan. Natijada biz buni sifatlab bersak, bardaklam bo'ladi. Undan keyin salamda qanday bo'lish lozim? Tovar muayyanlashtirilgan narsa bo'lish lozim. Tigide, yani sodada muayyanlashtirilgan bir narsa bo'lsa, ondan bununla oldin pul o'tkazib qo'ysak bo'ladi. Lekin oltin, kumush pullar muayyanlashtirilmagan ekan, buni biz salam sodasi bilan sotib olib bo'lmaydi. Li'annal bay'a bihima yajuz nasiyatan. Çünkü oltin bilan kumushda biz bir narsani nasiy sota olamiz, nima?
Ma mashinani sotdim, 1000 tillani kim bersa? To'g'ri bo'ldi-ku. Jaiz bo'ldi. Fala haja ila salami fima. Undan ekan oltin kumush setilish uchun uningga oldin bir narsa o'tkazib qo'yishga ehtiyoj yo'q. Chunki bu nima salamda qanday olmoqchimda? Bug'doyni o'tkazib qo'yib, pul setib olmoqchi edi. Nima shunda bir ko'rinibdi aslida. Undan ekan bu yerda biz to'g'risi qanday qilamiz? Bug'doyni tovar qilib, oldi o'tkazgan puldan iborat bug'doyni naq bergan setilgan tovar qilamiz. Anda kim birdan pulni nima deymiz? Ana nisi puli deymiz. Ular bu beya nasihatdan qilsak, bu salam degan narsaga ehtiyoj yo'q. Salam degan narsaga ehtiyoj bor deb mayl degan to'q. Ehtiyoj bo'lmasa to'g'ri bo'lmaydi. Tushundingmi? Sizlar to'g'ri bo'lmaydi, nisi so'raydi. Masalan, bug'doy bor. Men mushu 1 tonna bug'doyni oldin o'tkazib, sildan 5 tilla setib olaman. Birinchilarda birlar deb so'rab desa bo'lmaydi. Nima uchun bu 5 tilla pul, tovar emas, setilgan narsa emas. Buni bilan boshqa narsani setib oldim, tovar setib oldim. Hozir buni tovar qilib qo'ydim. Endi mushunda ahvolda normal qoida bo'yicha sodlasimi bu salam sodasiga ehtiyoj yo'qdir deydi. Ya'ni mushunimda biz qanday qilamiz? Men 1 tonna bug'doyni sotdim. Pulisni 5 tillani kim biringlar deb nisi satsak, bu normal bay' salam emas. Bunda qilsak tillani kim bersa normal so'dilan ish bitdi, ehtiyoj qamdaldi. Lekin aslamtu ilayka deb bunda so'd qilish nima ishda? Hojat yo'q. Hojat bo'lmagan ekan, bu salam so'disi ehtiyoj bor deb ruxsat qilgan narsa bo'lgan ekan, to'g'ri bo'lmaydi. Mana fala haja ila salam fihima. U oltin va kumushga oldin pul o'tkazib qo'yib so'd qilishga ehtiyoj yo'q. Wa hal yajuzu fi tibri fihi riwayatan. Asla Hanifi mazhabda tibr bo'lsin, masugh yani huli bo'lsin yoki nuqra bo'lsin, nokcha oltin bo'lsin, hammasida pul qilib so'qalmagan oltin kumush bo'lsa, ikki xil rivoyat bor. Bu pul deb hisoblanmoq ya tovar deb hisoblanmoq. Qasr ibrasidir deganda ikki xil rivoyat. İmam Muhammad ibn Hasan Shaybanining Jami' Sag'ir degan kitobining Kitobi Sarf degan shu bo'limda joiz bo'lmaydi degan qarash o'tirilgan. Nima uchun esa bu tibr degan tibr val huli va nuqra yani zibiznat oltin kumush bo'lsin, nokcha oltin kumush bo'lsin ya kepak oltin kumush bo'lsin, bular hammasi so'qalgan, zarba qilingan tangi tilla bilan o'xshash shu qatorda deb qaradi. Undan keyin mush tangi tilla qatorda ko'rimiz, buni muslim fiqh hisob bo'lmaydi. Ma Kitobi Sarfning rivoyatiga asosan. Ammo Kitobi Mudarabaga odatda pul o'tkazib qo'yish bor. Ay o'tkazgan narsa dananir va darahim bo'lsa va bo'ldi. Lekin arudlab qas bo'landi bo'lmamdi, bu bir masala. Endi ayında kepak oltinni yoki nokcha oltinni yoki oltin zibiznatni ma'noda mudarib qilsa foydasini tan Allah deb qolsa bulamdi bo'lmamdi degan masalada Kitob mudaribada yajuz degan. Yajuz deganda tibr nuqra yoki al-masughat kal-huli bundan oltin kumush naslida chiqil rivoyat bakim deb xulosildi yani bir mazhab. Mudaribə caiz bo'lsa huli bilan ya tibr bilan bu arudkan degan nimani yakunlab chiqargan. Arud bo'lsa bu muayyanlashtirilgan bo'ldi degan gap chiqadi. Nima? Muayyanlashtirilgan bo'ldi. Undan keyin muayyanlashtirilgan bo'lgan narsani sasi bo'lamdi, bo'ldi. Undan keyin tovar bo'lsa bo'lamdi ekan, bo'ldi ekan. Salam qilsa bo'lamdi unda, bo'ldi. Bu shu yana Imom Abu Yusuf'mo kelgan bir rivoyat. ويجوز في الحلي لأنه يتعين. هذا يعني بالخل روايات يعني حلي ده اختلاف بعد بجميلهم جائز ولد ده كسب ديت أصل ده مش حلي ده تبر ده النقرة دي عندك عشان ده نقشة الله دوسن أم مستا شخل روايته. لكن حلي ده سك مشو تبر مو نودي بارم altın kümüşninki zibizdenleri ve onunki kepekleri. Ama onun baş tümü mesela bunun çimeydon. Endi ya da yejuzu fil huli nima uchunsa chunki bu muayyanlashido. Shu buni salam qilib setuvasi bo'ldi dedi.
Ve fil fulus, yani fulus mu, pul mu yoki bu urudga yaqin narsami, bunda ishqil qarash bordi. Ama Shayxon urud dairasiga yaqinlashtirib bu fulusni bir falasni ikki falasga sassi bo'ldi. Muhammad rahmatullohi alayh bu dirham va dinalarga yaqin bo'lgandan keyin bunda salam qilib oldin pul topshirsa bo'lmaydi. Yani fulusni sotilish uchun oldin pul topshirsa bo'lmaydi dedi. Nima uchunsa bu darahim va dinalar o'xshash narsa pul bu. Pul bo'lg'achqa bir necha kesasi bo'lmaydi degan. Bu endi al-fulus ra'ijaning gapi, al-fulus ra'ija. Ya'ni jamiyatda o'tayotgan shu tangi pullar. Shuning gapi. Agar u faqat amaldan qolgan narsa bo'lsa, yamoq dachal bo'lib qolsa, uni bo'lardi. Jinglab sanab nima qilsa bo'lardi. O'qi. Oltinni tog'dan shu toshni izlab so'qib, rodisni chiqardi. Yani onun içinde şu taşmı bor, oltin sariq oltin bor, sariq tosh bilan qora toshlar aralashib chiqsa, uni chayqab, suvda eqitib, to'pa va toshlarni suv eqitib ketadi, oltin egib chiqib qilganda, uni sap oltinni jig'vasa, uvoq oltin, kepak oltin deymiz. Nuqra desak, bu nokcha oltinda 1 kiloluk 1 kilogunda oltinlarga nokcha oltin. Mahuli degan zivzinda shaklda yasalgan oltin. Dinar desak zarb qilingan oltin. Dirham zarb qilingan kumush. Ve fil fulusi indahuma, yani inda shaykhayn yajuzu as-salam fil fulus khilafan li Muhammadin rahimahullah ve qad marra. Bu riba babida o'tib ketdi. Qala ve la yasihhu fil munqati'i. Musulmonlarning bazirdan yo'qolib ketgan, bazar tepilmaydigan narsada salam savdosi qilib, oldin pul o'tkazib qo'yib, ashini topshirib olaman desa bo'lmaydi dedi. Bima'na buni ma'nosi nima? Annahu la budda min wujudihi min vaqt al-aqd ila vaqt al-mahall. Yani şu salam savdosi qilgan chaqdan tortib, toki topshirib birdan chaqqa qadar musulmonlarningki bazarlarda ashinasi bor bo'lishi lozim. Bu nimadan iborat? Tovarning yana bir sharti, muslim fi'ning shartlarining yana birisi. Bu shart nimadan iborat? Topshirib beralaydigan tovar bo'lish lozim degan shart. Ay salamda sotib olgan narsa topshirib beralaydigan narsa bo'lish lozim deydi. Qachon topshirib bitdi? Vaqti kelgan chog'da. Ama vaqti kelgan chog'da topshirib beralaydigan bir narsani salam savdosi qilib sotib olsa bo'ldi. Topshirib berolmaydigan narsani salam savdosi qilib sotib olsa bo'lmaydi degan shart. Li'anna al-qudra ala at-taslim mana. Çünkü vaqti kelgan chaqda topshira oladigan bo'lishi innama yakun bil qudrati ala al-iktisab fil mudda. Ashu orliqda savdo qilgan vaqtida topshirib beradigan orliqda ashuni qo'lga kirgiza oladigan bo'lishga qarashlar deydi. Yani al-iktisab fil mudda degan ala tahsil fil mudda. Bir oylik ashuni salam savdosi qilgan bo'lsak, shu bir oy ichida ashinasini tepib, ondan topshirgan gap. Bazarda yo'q narsani qanday topadi? Mana bir bas. Yani bu bazardan nereden tapılır bunu? Tapılmaydı. Tapılmadan iken tapşıranmaydı. Tapşıranmaydıgan narsa olgan bu aqdil qarar oldu. Mush şart aslida muslim fi'ning bir necha shartlarini tuzib biz. Masalan, muslim fihi deyn mavsuf fi zimma bo'lish lozim, muayyan bo'lsa bo'lmaydi dedi. Ma'lum jinsi, turi, sifati, miqdori aniq narsa bo'lish lozim dedi. Nesi bo'lish lozim dedi, naqd bo'lsa bo'lmaydi dedi. Shunama bekitgan vaqti aniq bo'lish lozim dedi. Yani bir sharti topshiradigan o'rin aniq bo'lish dedi. Shunama yani ma shart vaqti kelgancha topshira oladigan bo'lish kerak degan shart. Bu hamda muttafaqun alayhi shartlarning birisi. Bu shart aslida yani maqdurut taslim, topshirib bera oladigan narsa bo'lish lozim. Vaqti kelgancha degan muttafaqun alayhi shart. Bu salamning to'g'ri bo'lishi uchun shartisi ha. Topshirib bermaydigan bo'lsa, aqdul g'arar doiz kiradi. Bunga asosan birinchi oyda sizga qizilguldan manchilik topshirma desa, birinchi oyda endi hozir parmak to'sishi mumkin, lekin shu chog'da birinchi oyda qizilgul unmaydi. Ya birinchi oyda qo'g'in topshirman dedi. Bu joyda qo'g'in yo'q desak, bu aqdul g'ararni topshirolmaydi. Yoki nadir ahvoldan bir yerda saqlagan qo'g'in bo'lib qolsa topshirish mumkin desa, u bir gap
sak qo'g'in chiqmasligidan yo'ldan chetaq chiqadi deb bo'lmaydi deydik. Yana mushuni chetisiq masalani birisi muayyan bir bag'ning so'z bo'lmaydi dedik. Nima uchun? Shu muayyan baqqa ofat tegib, uni meva chiqmasligi mumkin dedik. Yani bu şartında qarab kelsak, topshirgan chaqda topshira oladigan bo'lish kerak dedik. Oyada ittifoq keldi hamma ulamolar. Topshirgan chaqda inda hulul ajal topshira oladigan bo'lish lozim dedi. Yani Hanifi mazhab savdo qilgan chaqdan tortib bu ashunda bozor bahonasi bo'lish kerak. Hanifi mazhab. Lekin jumhur ulamolar ya o chaqda bo'lmasa, topshirgan chaqda tepildiganlar bo'lsa bo'ldi. Bahane topasa Aleyhisselam'da şu bir köşe situası olay falan yok. Şu Aleyhisselam olan mı? Yok bu ezan anmakçı. Aldın pul ötkizip koyuşun maksadı mı? Ezan. Bu uçakta asım bulardı. Lekin ben hazır pulunu işletmeyim ha. 100 bin köy veya turdan olsa ki vaktida asam 100 bin köyge mesela 2 tonlu buğday alışım mümkün. Lekin hazır ötkizip koysam 3 tonunu alayım ha. Şunu ezan da ötkizip koyalım. Vahiyat ve bazı istek olmayı bazı mesela dihanlıkta tanıştık mesela onun yerden kaçırdığı olmaz mesela. Kızak şu kız şu olmadı. Kipezge pul ötkizdi o. Ama Onu yerden olmaz. Olmaz onu yerden. Ya şu ayında ötkizmez. Lekin silning mushiyadan chiqqan kivezdan demaymiz. Kivez manda sortliq kivez bo'ladi. Sufti manda 1 tonna kivezga pul o'tkazdim bunda. Bu adamın özünün şu yerden çıkamdı. Yak çıkmasa başka yerden hoşsuzluğun etizliğinden çıkanı setilip kaçtı. Bir anda kanla bas şu mavsu fıddımını tapşırıp alsak. Lekin şu yerden desek, bana yerimden kivez çıkmaya kaldı bu katımız. Ana olan gel, çatak çıkar. Mesela sütünü değişti desek mesela. Bir adamın orada yerine olmazsa sütün değilse yaxşı vaxtda da değişken bolsa aynen yaxşı vaxtda çıkmaya kalsın kanan kalır. Şu çağda siz tapşırıp bergen çağda tağana içip lan karaylangan. Değişken süpatlı mı? Aldı. Değişken süpatlı olmasa ben bunu değişmeyen de qaytım. O çağda değişken süpatlıkını bazardan yapırdan gel. Başında talaşta çıkmasında süpatını hemme nimesine bektip koyduk. Şamal ötmeye devam kıldık. Bundan sonra ya karasanlar maqdur teslim bulaş lazım degan ispakanmalı mı? Lekin savdo qilgan chaqdan tortib shu topshirgan vaqt qadar bozorda bo'lish kerakmi deganda ixtilof bo'lganlar. Ya'ni bu mazhab savdo qilgan chaqdan tortib bozorda bo'lish kerak deb shart qildi. Nimada ta'lil qildi? Lianna qudrat ala taslim inma yakun bil qudrat ala al-iktisab fil mudda. Chunki bu topshira oladigan, shu vaqt kelgan chaqda topshira oladigan bo'lish uchun shu oraliqda bir oy ichida bu ashini topa oladigan bo'lish lozim. Bir oy ichida topsa, ondan birinchisi topshira oladi dedi. Sirtin topolmaydigan bo'lsa, qanday topshirdi? Va fi muddatin qita'ihi la yaqdiru ala zalik. Bu bozordan yo'qib ketgan chaqda uni topolmaydi. وَرُبَّمَا أَفْضَى إِلَى الْعَجْزِ عَنِ التَّسْلِيمِ Belki tapşırgan çağda tapşıramaydigan bo'lishi mumkin bozordan topolmaganlik uchun. Vaqtal mahil yani vaqtal hulul demakchi. Al mahil hulul degan ma'noda. Vaqt kelgan chaqda tapşıramay qilishi mumkin. وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها مش hadisda mush mazmunga ishorat qilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu Abu Davud rivoyat qilgan hadis. Abu Davud va Ibn Majah. Lekin raviylarning birisida majhullik bor. Kimligi noma'lum. Lekin bu ajra hadis. La tuslifu fi thimari hatta yabdu salahuha. Gerçekten buna Abu Davud rivoyat qilib sakata anhu bo'lsa-mu, asli Abu Davud rivoyat qilib sakata anhu bo'lsa, bunga ya aciz ya unda buna demasa, Abu Davudning nazarida bu hujjat hisoblanadi. Aqalli darajada hasan degan bo'ldi asli qoida bo'yicha. Lekin ulamolar buni shu qoidadami diqqat qilmay qolgan bo'lishi mumkin deb raviylardan birisi qarasa, bunda majhul kishidan birisi bor. Najrani degan kishi majhul, unga ojiz bo'ldi deydi. Yani mazhab bilan bu yerda Savri va O'zayn birlikan, bular yana bunda bir dalilni keltirgan. Bu salam savdosida tovarni topshirib beradigan kishi vaqt kelishdan burun, tovarni topshirish vaqti kelishdan burun o'lib ketib qolsa, bekitgan vaqt shu bilan bekavlab ketadi. Uning mirosidan shu tovarni gachchida ilish lozim bo'ladi.
Mesela kelar ayının birinchilarda topshirib berganga sodlashdi. Lekin 15 kun burun 15-slarda bu adam bu o'lib ketdi. O'lib ketgandan keyin shuningki qoldirib ketgan mirosidan lan bu setib olgan tovarni gachchida ilib olish lozim bo'ldi deydi. Rasmanlarda şu tavanın içine. Ya rasmolni emas, tovarni topshirib berish lozim deydi. Bu chaq birinchilar degan ajal bekolib ketib, 15 kun o'tgan bo'lsa 15 kunlik gachchida topshirib berish lozim. Yana 15 kun o'tib birinchilar kirishini saqlamaymiz deydi. Gachchida ilib olish lozim. Yani gachcha ilib olish uchun qanday bo'lish lozim? Bu narsa endi ba narsa bo'lish lozim. U narsa bo'lmasa qanday gachchida ilib bo'ldi? Ilib bo'lmaydi. Shuna bunda shartni qo'yish lozim. Bundan keyin shu hadis bilan aqliy tahlildan bir dalil qo'yib keltirdi qilmas. Yani bunda gachchida ilib bo'lmasa bu noma'lumlik savdoga aylanib qoldi. Lekin jumhur ulamolar Ash-Shaykhan Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan man aslaba ashadista anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qadima al-Madinata wan-nasu yuslifuna fi ath-thamar al-'am wal-'amayn faqala man aslafa fi shay'in falyuslif fi kaylin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Mushadista salamning muslim fi'ning shartlarini bir-birlab bayon qildi deydi. Bunun içinde muslim fihi şu aralıkta bulaş lazım bazada deyin gap yok. Lekin Buxariyda Malik bin Mazhab dalil qilgan hadis mesela acizdiqo Buxariyda onda bir rivoyat var. An Abul Buxtari sa'altu ibn Umar radhiyallohu anhuma an salami fi an-nakhl faqala naha an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem an bay'i ath-thamari hatta yasluh. Yani yigidek bo'lgan qadar saqlab turib, uningkin ondan salam so'z qiling degan. Agar meva tushmagan bo'lsa, salam so'z qilmang degan gap bor. Wa sa'altu ibn Abbas radhiyallohu anhu faqala naha an-nabiy sallallohu alayhi wasallam an bay' an-nakhl hatta ya'kula aw yu'kal va hatta yuzana, ya'ni yuhraz demakchi. Demak, bu ikki sahaba salam so'z qilgan chaqda cho'qim shu meva tushib bo'lgan bo'lish lozim deb onda tushungan. Nolika mush ikki sahabining tushunishi dalilimiz bo'la oladi. Yani bazı rivoyatlarda na'an bay' samara hatta yabdu salahuhu va ma budu salah hatta yahmar va yasfar. Bazı rivoyatlarda hatta yuzhi va ma yuzhi hatta yasfar va yahmar. Nolika ashu hatta yabdu salahu deganni salam so'zida qilgan cheklim bu deb tushungan ashu ikki sahaba dedi. Lakin aş hadiste muşu sahabının düşünüşüde aş tavar yani aşı tamır özümünde bağ bulaş lazım diyen bir mezmun bağmış onda dedi. Benim piştirildiğine selamını saklı olmalı. Bulmaydı deyip oyunda düşüngen dedi. Lakin aşı tavar şu selam sözü kılgan çağda yokulap kalsa bulam diyen mamam diyen selam sözü bulmaydı diyen. Aş selam sözü kılgan çağını tatıp tapşırdığın çak kadar aşinası üzülmeyi bağlaş lazım. Aralıkta yoklap kalsın olmaydı. Zamanındaki şu tapşırıp ağla vakti bular mesela selam sodasına da ondan Bu musun buldu dedi. Bu musun buldu. Tapşırıp durduğun çağda boz buldu. Çünkü biz ittifak gelgen bir urum var. Makduru teslim bulaş lazım aşı var. Vakti da dedi. Bu vakti de tapşır aldı mı tapşır aldı. Çatak yok koydu. Biz deyimiz o aralıkta soğudu kıygan çağda ondan kinki aralıkta yok neyse ha şu tapşıramaydıgan nasıl oldu? Tapşıramay kalıdı. Çünkü nereden payda kıldı? Öydügatçı hesap çıkanmaydı o komunu. Ha şu şahılda ya bazarda bana nasıl bulaş lazım? Şahtı mı yok? Bazarda mı yok? Nereden tapıdı? Ki anda tapşıramaydı. Tapşıranmaganken bu soğuda uqudul gararga kirdi. Namalum yani. Bunun sol tutamdı, tutmamdı. Çıkmaydıgan soda. Bunda karga desisi bulmaydı öyle. Şahtar doğrusu olsun başka reklamcı mı ya pişik olarak. Yigidek alıgan tam kirgen vur bulaş lazım. Unda ilgari salam sodasını qilsangiz bo'lmaydi. Ama bayığı hesap oldu. Ha, qilib, lekin bi shartil qat deymiz. Pishdi ilgari uzvas bo'ldi. Ha, mishani men satdim uzvlarni. Yo'q pishqis tutsangiz. Kaçı üzüp öpürsün. Ya hazır ben ondan faydalanmaydım. Pişkan imamlık buna ısındas pişkan soğudukluğu. Sakıtan efendim. Hazretleri Cumhurbaşkanı Kur'an'dan saklamamız
Cumhurdan kuchliroq chiqdi. Mushu masalada Cumhurdan kuchliroq. Ana Hanafi mazhab o'qudil qarar dars kirib qoldi degan g'alibanimda u bazada bo'lmasa boshqa yerdan akilishi mumkin yoki u chaqda bo'lmasa keyin kep qilishi mumkin bazaga. Va shu kep qilishini, bog'lashini mo'lchallab turib savdo qiladi. Lekin shu sizlar nimaga qarasanglar, jamiyatdan da savdo qilgan ahvol qarasanglar, bunda ishlar chiqadi. Ana yo'q narsaga oy bazar kildo deb salam savdosi qilib qo'yadi. Lekin tamojnadan ajratib bo'lolmaydi. Yoki qayg'ib ketib kargo ya to'yingdan kep bo'lolmay, shundan birinchilar keldi, ma nimani bahslar. Biz mesela ruxsat tutdik. To'yingda kelib Almatoga tushib, uniki Urumchiga tushib balanslar, uniki Qashqarga tushib deb shuni mo'lchallab turib, salam savdosi qildik. Lekin tamojdada to'lqin kechiksa, qayg'ib ketib bir sotkada Urumchidan keldigan mashina kelanmay qolsa, shundan chataqsibdi. Shuna xalsama pullarni asla. Rahim qanas, xalsama pullarni asla. Xalsini saqlaslar. Aynan ish bo'ldi. Bunu sizlerin şu yol koyulaştıkça asas maksat bu şu yol dersinde başka ilişki ihtiyaç olan çok işler Yo'q narsani ilishqa, azan ilishqa va pulli qadam ash tovarni hozirlab sataladanga qo'lga naqd pul kirgizishga ruxsat qilingan narsa. Lekin jumhurning sal jalliq chiqdim. Qanday ham qilsa shuni tappasa bo'lgan bo'lgan ekan. Mesela şu tarafı bayrakta çıkan menfaatlardan bulunuyor. Her iki taraf menfaat aldı bu. Mesela mehburda bayrakta şu aşırı gerek materyalın oksullarına sayıda kanun edilirken adem malı saklama okuyorlardı. Bu azan aldığım da oturdu. Kinası kıymet aldı. Ama yeniden akıl yok. O tavarda işlep çıkaraydısı mı? Onun pul gitip de onu işlep çıkaramaya oturdu. Pulunu kıyandaki yağaç aldığını kılda iş yapını hesaplam kaçı ötkezdi. Yani bundan başında bir hareket peyda oldu. Kısatiyet. وَلَنْقَطَعُ أَلَّا يُوجَدَ فِي سُوقِهِ الَّذ۪ي يُبَاعُ ف۪يهِ. Yani şu bazarını yoklap bitiş, şu pakatlam tavar yoklap bitişken nimede ibaret ise bunu yani bir mezhep ulemaları aynı düşündüken. Şu türlük tavar setildiğin bazada aşında nasi yokup geçse bu munkata oldu. Ve inkâne yücedu fil biyut. Öylada bağosumuz ki bazada olmasa yok nasiye ayrıldı deyip. Ve la yecuzu fîmâ la yücedu fî zâlikel iklim. Aşı iklimde tepilmaydiğin nasida selam savdosi qilsa bo'lmaydi. Mesela bizning yurtda yangi chiqqan manga yoki xo'mning yangi pishgan xo'ma topshirsiz desa karrutabi fi Xurasan. Xurasanda yangi pishgan xo'ma topshirishga salam savdosi qilsa bo'lmaydi. Va in kana yujadu fi ghayrihi min al-aqalim. Boshqa iqlimlarda bor bo'lsa, mesela Arab diyarida, Ironda bor bo'lsa, lekin bizning diyorimizda yo'q bo'lsa bo'lmaydi. Li'annahu fi ma'nal munqata. Çünkü ona topshirib berilmaydi. Yani topshirib berilmasligi cho'ng ehtimol yoki normal ehtimol bo'lsa, yani bu ehtimolni biz cho'qim shunda bo'lib qolgandek qaraymiz masalan masalasida. Walau halla as-salamu falam yaqbidhu hatta inqata'a. Yani bu yangi masala. Selam vakti geldi. Halla selam, halla mev'id teslimil mebi' fi aqd selam. Birinciler geldi. Felam yakbidu. Lekin birincilerde setivağıcı buna kolu topşırıp olmadı. Ya aldıra şurap gitti, ya ki amba hazırlamadı, ya dükkanı takı hiç bulanmadı, topşırıp olmadı. Hattan qata. Topşırıp olmay bir ayını ötküzüp de bu tavar bazadın bütün yokup gitti. Biz deyimiz o mesela ürükten Mayısan ürükki pul ötkizip koyuptu. Mayısan ürük 5. ayının 15'leri kirdi desek 6. ayı bağma ayaklaşıdı. Yok, bazadım yok. Bu ahvalda kanda bir taraf koymaz. An Ebi Hanifete rahimahullah ennehu yabtul selam. İmam Ebu Hanife rahmetullah'ın kelgen bir rivayette bu selam sodisi bikav gidiyordu, buzlup gidiyordu, mefsuh olup gidiyordu. Bu İmam Züfer'den kelgen söz. Yani İmam Kerhi'de rivayet kılgan. Vakila ikinci bir rivayette inşa intadara vücudahu. Yani bir ada Rabbus Selam'ga ihtiyarlık verildi demekçi.
Halisa şu narsa tepilgan kadar saklaydı. Keler yıl tepilgan keler yıl kadar saklaydı. Keler yıl 5. ay şu maysan ürük çıkkan kadar saklaydı. Ve inşa kadar asmali. Halisa bolda ekasa pulni deplam qaytır oldu. Yani bu ikinci qarash, yani lahul xiyar degan qarash, şu Hanefi mazhabning kitoblarida hesab qilgan qarash. Hanefi mazhabga vakillik qilgan qarash shu. Yani müşahede el-azz anit teslim bo'lib qolish nima? Bu shart hozir topilmagan bo'ldi. Shart taqashdi. Ka ibaqil abdul mabi'i. Yani bunun hukmi nimaga o'xshaydi desa, müşahede insha intazara vujudidagi mush qarash nima uchun qurilgan? Mush salam savdisi batil bo'lib ketmay, yanala to'g'ri holat qoldi degan qarash. Nima? Yani to'g'ri holat qoldi deganki bu nimaga o'xshaydi desa, xuddi savdisini qilib setib oldik bir pulni. Setib olgan topshirildi deb bo'g'icha partda qechib ketdi. Qo'liga topshirmagan, keyin qechib ketgan. Yani biz topshirishdan ojiz kelamdik ekan bunda topshirolmay qolamiz. Ha? Topshirolmay qolgandan keyin qanday qildik ixtiyorlik bor. Setib olishdan ixtiyor bor. Saqlamlar, shuni tutib kelguncha tepilgan qadar ya pullarni qaytarib beraman deb ixtiyorligini berdik. Shuningga o'xshashlar bu savdo endi saq salomat qilib qolgan bo'ladi. Va tahammurul asir. Yana bir maqis alay sharbat savdosi qildik. Sharbatni topshirib bo'g'icha bir 3 kun o'tib bo'g'icha bu issiqdan haroqqa aylanib ketib qoldi. Ichib ketdi. Şuna nima deymiz o kishiga? Yana bir ton sharbatni tayyor qilib topshiruvchi saqlab turamlar yoki pullarni olamlar. Xos saqlab turibdi, xolsa pulini qaytaribdi. Mushumi shunga o'xshash. Buna hocam bizden tayyor qilib vaqt kelganda hozircha ehtimolsan tutusunda buzuk vaqtda buzuk kesib atgan bo'ladimi? Ya, qo'li topshirib olsa, ondan buning damoni o'tibdi. Hozir kimning qo'lida? Topshirib elab birinchilarda. Ondan buni men hozir qo'ydigan amba bir narsam yo'q. Masalda bir omonat tutsin desa, o'chadi zalga ketib qolsa. Qala wala fil jawhari. Musho gap takrar gap bu deyman. Bir qadim chiqdimi? Al jawhar wal kharaz. Mana wa fil jawhari wal kharaz li'annahu la yumkinu dhalika fihi. Yani dabt as-sifa. Muayyan aniq narsa bo'lish lozim degan shartda muslim fihi mimma yandabitu bis-sifa deganda bir gap bo'lgan buni. Hozir takrorladi. Javhar, go'har, tosh, marjon, mujna naslida salam savdosi qilsa bo'lmaydi. Chunki sifatni aniq bilish lozimdi. Bu javhar degan ma la yandabitu bis-sifa. Manda shaklli go'har, manda shaklli olmos yani macan dap onu bektikli olmaydı dedi. Litafavut ahadihi tafawutan fahisha. Çünkü bunun biri yani biri qaraganda farqlanib ketadi. Hatta law lam tatafawat kasgharul lu'lillazi yuba'u baznan. Bunda tafawut buludu dap şuna salam qiz bo'lmaydi degan bo'g'achqa agarda bunda bir tafawut bo'lmasa, bir-biriga yaqin, jiq farqlanib ketmaydigan bo'lsa, onun da salam savdosi bo'ldi. Masalan, Marvaninki ushaqlari. Marvaning ushaqlari bizning qing'ir-sing'ir maymoq bo'lsa, kichik bo'lsa, hamma bir qator sanatgan bo'lib qolsa, mayli. Lekin cho'ng-cho'nglar bo'lib qolsa, uning jumlaliq, farqliligi, suftiga qarab, u bir-biridan noit farqlanadi. Yani şu Marvaninki ushaqlarni jinglab setib qolsa, jinglab satqandan keyin buningki o'rtadagi shakl farqligi nima qilmaydi degan bo'g'achqa joiz dedi. Qalu yajuz li'annahu wazni. Qalu degan mishada kimning so'zi shu? Qalu. Yani bu mazhabning islohmi. Qalu degan gap, menda ham qalu degan gap emas. Bu muayyan ulamoninki degan so'zi ma'lum. Qalu degan ashabna masalan el-meşayih. Qalu meşayih kimde? Şu ikinci, üçüncü avlat şagirdlar ve Mavra'ın Nahri'deki mesela 3. Hicriyanın 3. əsrdə, 4. əsrdə yaşayan ulemalar, meşayihlar deyin.
Yecuzu liyana vezni. Bu vezni bo'lg'achqa joiz bo'ldi. Lekin bunun birisidan farqlansa mı egirlikni hesap qilg'achqa buni shakli muhim emas. Egirlik shu muhim deb qarasak joiz bo'ldi. Egirlikni nima qilgan chaqda ko'pincha burunqi vaqtlarda bu marvoyni qanday qildi? So'qab, do'riga ishlatdi. Yeydigan shu do'rilarga Madatul hayat, davai mishki, bu kebirga shu marvoyat bu tushdi. Marvoyatni so'qab ishki saladi shu. Shunga anda so'qilganligidan buning undak nimasi egirlik o'lchimi shu hisob bo'lg'achqa mayli bo'ldi deyildi. Lekin ayna kichik bo'lib, buning shakli qarab farqlangan bo'lsa, buni unda san bilan unda satsa bo'lmaydi. Ya kichik bo'lib, bir-biridan buning shakli farqlanmaydigan yoki biz mayl deydigan bo'lsa bo'ldi. Bu asosan talash kirib chiqmas uchun qilgan narsa. U kichik marvoyatlar ya unda olsin, bunda olsin, qanday olsin yurgan bo'lsa bo'ladi. Lekin kichik deb yana shuning sorti o'xshash chiqmaydigan, har xil bo'lib qolsa, yo'q olmayman deb turadigan ish bo'lsa, yana bo'lmaydi. Lekin bu nimaga qarashda shu tovar sifati aniq belgili bo'lgan narsa bo'lish lozim, talashda chiqmaydigan narsa bo'lish lozim degan shartga bog'liq. Talashda chiqmaydigan bo'lsa, bo'ldi. Talashda chiqib turgan bo'lsa, bo'lmaydi. Hatta agar ular bir-birini ispas bo'lgan taqdirda durust bo'lmaydi degan ma'noda emas. Hatta ispas bo'lmaydigan bo'lsa, bo'ldi demak. Hatta degan yerda shunga deymiz. Biz ixtiyorda uning boshqadan mashini izohlab o'tdik. Hatta degan mishada shunda bo'lg'achqa, endi tarjima qilinadi. Shunlashqa, menda bo'lib qolsa, chataq yo'q. Yani tafavut fahish bo'lsa, chataq chiqadigan bo'lg'achqa, tafavut fahish bo'lmagan bo'lsa, chataq yo'q, so'z bo'lardi. Salam bo'lsin. Bundan keyin mishada o'lcham nima? Tafavutlar talashda chiqib qolgan bo'lsa, bo'lmaydi. Talashda bo'lmaydigan bo'lsa, mayli. Masalan, yanaq tuxumni sanatlan satganda. Masalan, hozir tuxumdan 10 tuxum desak, hech sapirdan biz sal cho'ngroq biz kichikroq bo'lsa mayli deymizmi? Shunga o'xshash. Qala wala fil hayawani wa lahmihi wa atrafihi wa juludihi. Hayvonga oldin pul o'tkazib qo'yib salam savdosi qilsa bo'lmaydi. Hayvon mishada qul va hayvonni hammani o'z ichiga oldi. Va lahmihi, unda hayvonning go'shi va uning atrofi kalla paqalchoqlari va juludihi terilari buningda bo'lmaydi. Salam savdosi qilsa bo'lmaydi. Liannahu sallallohu alayhi vasallam naha anis salami fil hayvon. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayvonda salam so'z qilib, hayvonni sotilish uchun oldin pul o'tkazib qo'yishdan to'sqan. Mush hadisni diqqat qilsanglar, ostida akhrajahu Darqutni wal Hakim fil Mustadrak min tariq Ishaq ibn Ibrahim ibn Juta at-Tabari an Abdul Malik ibn Abdurrahman al-Dhamari an Sufyan al-Thawri an Ma'mar an Yahya ibn Abi Kathir an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma فذكره وإسحاق بن إبراهيم قال ابن علي والدارقطني منكر الحديث بلا مجنا تخريج قطع أمليتا بوجب خطأ عند دبته لكن حديث حسن يكسيه لا تخريج خطأ بو حديثنا حاكم في المستدرك رواية قلب نمدقان وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه Hakim Mustadrak'ta bu sahih lekin Buxoriy Muslim sahihinde rivayet qilmada asli qilish kerakmi shuni sahih bo'lgan ekan. Mustadrak nima deb iborat? Sahih Buxoriy va Muslimning sharti tushadigan mana hadislar borda asli shu hadislarni Buxoriy Muslim rivayet qilish kerakdi, sharti tushdi, lekin rivayet qilmadi. Mana tashlab qo'yganlik xato deb Imom Buxoriy va Muslimga raddiya yozgan kitob Mustadrak al-Sahihayn. Bu sahih dedi hakim. Endi hakimninki bergan baholari ba'zida diqqat qilmay qolsa xato chiqib qoldi deb buni Imom Zahabiy Mustadrakning talxisi degan kitobida shuni bir-birlab baholab mangdi. Hakimning bergan bahosi to'g'ri bo'lsa, to'g'ri mana. Sal boshirolib qolsa to'ldirdi. Xatoyi ro'z tuzdi bundan. Yani müşahidiste hakim sahih al-isnad ve lam yukharrija degandan keyin Imom Zahabiy Talxis al-Mustadrakda shunda zadı sahih degan. Lekin Imom Hakim va Zahabiy sahih dedimi? Sahih desmi?
Şurada hikmetler var. Sahihse mavzu hadisde böyle mavzu hadisde sahihde. Çünkü bazı hata oylab kalsa, bir ravine Ahmet Ahun'da Samet Ahun'da oylab kaldı. Bu Samet Ahun kezzap. Ha? Muşu adam şutu da koysa hata çıkılan gel. Yok bu emas. Bu Rasul şeyde adam misal şey çıkılan gel. Muşu vakalıkta muşu hadisinin tahrizimi aşında ahval üzbirlik. Muşu hadisini aciz geldiler. Nimi tanıgan? İshak ibn İbrahim ibn Cuta muş kişi rivayet kıygandır. Şunama. Bunu münkeril hadis de bahaldı bazıdır. Şunama. Ya ki yervi mevduat. Bula yeni bir adam bilen bu İbrahim ibn İshak ibn Cuta'nı arlaştırır ki. Arlaştırıp koçutup şurada oylab kalgan İshak ibn İbrahim at-Tabari diyen birisi var. Bu İbn Cuta'dan başka bu. Lakin İbn Cuta thika. İbn Cuta thika. Sem'ani mi Ansar diyen kitabıda muş İbn Cuta'nı tilgilab buna çıkanda cerh nukumagan. Bu çataktı onda buna demigen. Demese negen buldu? Thika oldu. Çünkü eğer çatak kalsa deytti şu. Sem'ani Ansar diyen kitabıda adeti de bir ravini onda çöndürüp kilab, tercümanında kilab, eğer bu adam çatak kalsa bu çataktı dep koydu. Demigeldi ki şeyinlik deyin gap. Bunun yani bir delil nima? Tabari diyen bu ravi hazır ma Cuta rivayet kılgan kişilerden hadis rivayet kılgan. Bu yaşayan zaman okşamaydı. Tabari bu Sufyan ibn Uyeyne, Fudayl ibn Iyad ve aşında ilgirki malum bir tabakadan rivayet kıldı. İbn Cuta olsa onunki iki tabakadan keyin onda rivayet kıldı. Şu an İbn Cuta Abdülmelik ibn Abdurrahman el-Zamari an Sufyan Thawri an Ma'mar da bunda rivayet kıldı. Ondan bu İshak ibn İbrahim at-Tabari başka bir şahs. Bu münkeril hadis. Mesela hakim İbrahim ibn İshak yervi mevduat diyen başka bir yerde. İshak ibn İbrahim ibn Cuta bu şeyinlik şey çatak yok. Yani bu hadisin kim rivayet kılgan? Şeyinlik rivayet kılgan. Ama münkeril hadis geldi. İshak ibn İbrahim ibn Cuta'nı İshak ibn İbrahim at-Tabari'ye arlaştırılan ay Tabari müşahede uylab münkeril hadis geldi. Ameliyatda bu hata karaş. Hata olanken bu Tabari emas ma desek hadis sahih çıkıyor. Bundan ki müşahedis sahih. Ya akıllı derecede hasan derecelik hadis. Şu an İmam Muhammed rahmetullahi aleyh Musallam fil hayvan diyen meselede biz hadis kelgen boğaçka hadis bilen bulmaydı da o tefavut undat karmız yok. Ma kinki söz mana bu munda qo'shim ta'lil. Ve li'annahu mimma yetefavatu ahaduhu tefawutan fahishan bi'tibari ma'anihi al-batina. Bu qo'shimcha hadisga yondashtirib ekelgan ta'lil. Lekin asas emas. Asas nima? Naha anis-salam fil hayvan. Sahih nas. Shamal etmaydi bunga. Bu xato o'ylab qilib, yo'q bu munkaril hadisda hadis doif deb qolsa, magibimiz aqmida deymiz. Xato. Wala ibra biz-zann al-bayin xato. Xato o'ylab qolsiz, bunda emas deymiz. Hadis sahih bo'ldi va dalolatimi nas. As-salam fil hayvan. Ina qudg'a yani qo'shimcha dalil hayvonni, endi hayvon desak masalan qul sodisini shu qatorga kirdi. Hayvon sodisiga salam qilsak, bu mimma la yandabitu bis-sifa. Asharki taqshido. Manda qo'y, manda kala deb dal ashunda bekitib bo'lmaydi buni. Yani Hanefi mazhabındaydı. Onda bekitib bo'lgan taqdirdimi bo'lmaydi. Nima uchun hadisda aniq. Mesela göher macandan da bunu bekitib bo'lmaydi. Agar bekitib bo'lgan bo'lsa joiz dedi. Lekin ma'nocha bekitib bo'lgan bo'lsa bu joiz emas. Hadisda joiz emas dedi, joiz emas. Hani ma'lumda yo'qdan yaxshi bir qetib qo'ygan gap. Chunki buning sifatini bekitib olmaydi. Bunun tashqi sifatini ma'qul manda da bekitgan taqdirdimi buning ichki sifatlari ve bunun manevi sifatları peklan farkında dedi. Qanday farkında? Mesela cinsini bayan qildik. Cinsi ma'qul, kala dedik. Türüne manda kala ya öküz dedik, ya nima dedik, binas dedik. Sifatini bayan qildik. Sifati mesela shunda oq kala, qora kala, semiz kala, o'rik kala dedi. Aynda bekitib bo'lgandan keyin bu yerda noma'lum qoldigan da sifatlar bor edi. Mesela pul sodisi deb qolsak,
Pul so'rasan sen, pulning güzelligi, kelishganligi deymiz, zaka o'taymisan. Ziraklik, hushyorlik, chivarligi, chapdasligi, itoatchan bo'lishi, masalan shu ot, yo shu kala desak buningda kuchli bo'lishi, siz chapoladigan bo'lishi degandek sifatlar bor. Bu sifatlarni biz manda bekitib bir narsaga to'xtatib bo'lmaydi. Bunda olgan mishada noma'lumlik yanala qoladi deydi. Musa Aleyhisselam'a sallallahu Şafi mezhep tıkılama şunu delil kılıp bakkan. Ayette قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك وبين لنا ما هي ده باش بردين صدقه نما أجسام بقرة خند بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ما لونها صفراء فاقع لونها ده مقلتين يعني في مذهب bununla cevap vergen. Bu aşkalını muayyenleştirişte bekitken bazı süperler, lekin süpetini muayyenleştirişte hem süperler emas bunlar. Hem süperini bayan kılmağa, bazı süperini bayan kılıyor. Lekin soğuda onun baş süperini bayan kılış lazım. Hayvanlarga jinlab satılgan bo'lsa mı bulmaydı o. Selam soğudu kılmaysa, onun başka soğudu kılsa, başka türlük soğudu kılsa, ya naq soğudu kılsa, ya ki nesiga satsa, lekin oldin pul o'tkazib qo'ysam bo'lmaydi. Chunki bu süpetini inchik qilib talashda chiqmaydigan qilib bekitib olmaydigan narsa. Yani bu hadis keldi, hadislarla uyan buyan bo'lib ketdi. Yani bir mazhab bilan Savri va O'zayim bam, joiz emas degan qarashda. Jumhur ulamolar joiz deb qaraydi. Sahabe kiramlardanmi shikil qarash kelgan shu masalada. Sahabe kiramlarmi shikil qarash. Imom Termiziy şu jamiyadami sahabe kiramlar ixtiloflashib qolgan ba'zi joiz emas dedi degan. Yani masalan sahabe kiramlardan sahih sanad bilan joiz bo'lmaydi. Hayvonda salom qilsa deganlardan Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan kelgan. Ibn Abi Shayba musannafida an Ibrahim qala kana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu yakrahu as-salama fil hayawan wa sanaduhu sahih. وعن ابن سيرين أن عمر وحذيفة وابن مسعود رضي الله عنهم كانوا يكرهون السلم في الحيوان بومو صحيح يعني حضرت عمر إمام بيهقي روايته من الربا أن يسلم في السن يعني حيوان دا سلام صوتكسız riba denilgen. Bunun başka El-Hakem ibn Amr el-Gafari ve Abdurrahman ibn Samura qatarlıq sahabe kiramlardan kelgan. Bunu İmam Muhammed Kitab-ül Hücceh degan kitobida bayon qilgan. Imom Tahaviy Sharh Ma'nil Atharda bayon qilgan. Imom Ibn Hazm al-Muhalla degan kitobida rawayna an-nahya an zalik, yani ay salam fil hayvan an Umar va Hudayfa va Abdurrahman ibn Samurata sahihan. Mümkün şu 6-7 sahabeden hayvanda salam qilsa bo'lmaydi deb sahih rivoyat kelgan. Bundan bu sahabalarninki sahih rivoyatini Rasulullohdan kelgan. Nahan salam fil hayvon ishni juda bunun oldi taqobil turish mumkin emas. Yani jumhurninki esa baklama ajlan. Lekin da hozir o'sha hadis sahihmi emasmi? Sahih. Ba'zi sahih emas debdi tekshirib kelsak, u xato o'ylab qolibdi ekan, sahih chiqdi. Chiqqan ekan, uningga yondashtirib sahabe kiramlarning nusi bo'lgan ekan, baklam tushib ketdi. Wa zalika yujibu at-tafawut fil maliyya. Yani bunun tilga ilinmay qolgan sifatlari, maxfiy sifatlari bunun qimmatida egizpaslikni keltirib chiqardi. Mesela at so'disida tiz chapalaydigan at bilan so'kiladigan at farqi bor. Fayuaddi ila an-niza' natijada talash tortishga elib bordi. Wa amma al-lahmu fa madhhabu Abi Hanifa rahimahullah. Endi go'sht masalasi kelsak, go'shtda salam qilsa bo'lmaydigan qarash Imom Abu Hanifaning qarashi. Sahiban deydi إذا سمى من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة جازة. Go'shtdan muayyan bir o'rinni belgilasa, masalan san yoki qo'rg'a yoki qo'l yo bo'yan deb belgilasa, ma'lum sifatda jaiz bo'ldi. Li'annahu wazni. Chunki bu jinlab sotilgan narsa,
kishilarning odatida ma'lumul qadr va sifat miqdori aniq manchijan deb sifati aniq qo'l go'sht san go'sht deb shundan joiz bo'ldi. Yani bu mazhabda mushu masalada fatvo sohibining qarashi bo'yicha berildi. Yani as-salam fil lahmi jaiz. وله إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه دليله أنه يتفاوت تفاوتا فاحشا بكبر العظم وصغره. Bu ustaxonning cho'ng kichiklik qarab go'shtning farqi bor. Yani ba'zi uruq ya cho'ng qo'y ya kichik qo'y, paqlan qo'y deb buning so'ngkining cho'ng kichiklik qarab go'shtningki qimmati o'xshash bo'lmaydi. Natijada talash-tashishga olib bordi. Mesela sandan 5 kilo desa, qara qo'yning sandan 5 kiloni bo'lsa, g'inshiydi. Yo'qmi paqlanningini oldi. Ya qo'chqonning altında. Fa'ala hada yajuzu fi manzu' al-'azm. Anda İmam Abu Hanifa'ningki yuqorqi ta'lilga asosan ustaxon. Buning so'ngak, buning ichidagi so'ngak cho'ng kichikroq qoldi ahvol bo'lsa, nasa. Bu so'zingizga asosan ustaxon bo'lmasa joiz bo'lganda, so'ngki yo'q pash ko'shilib qolsa joiz bo'ldi. Va rivoyatul Hasan. Bu İmam Abu Hanifa'dan so'ngki yo'q pash ko'shilib qolsa go'shtda salam qilsa bo'ldi degan rivoyat shu. Rivoyat Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i İmam Abu Hanifa'dan pash go'shtda salam qilish joiz bo'ldi. Va yatafawatu aydan bis-simani wal-hizal. Yani uruq ya semizlikka qarabmi farq qildi. Peş köşe olsa, nima uchun bo'lmaydi deb turib nima sabab ko'rsatgan? Buning için so'ngak cho'ng kichikroq qoldi. Yani so'ngak bo'lmasa, joiz bo'lamdi, bo'ldi. Buni Hasan İmam Abu Hanifa'dan rivoyat qildi. Ustaxon bo'lmasa, pesh ko'shilib qolsa bo'ldi deb. Yani bir qarashda go'shtda salam qilsa bo'lmaydi. Nima uchun? Uruq, semiz, yog'liq, yog'siz, manda farq chiqib qoladi. degan ekan. Nima gapga asosan deydan ustaxonning gapi bo'lmaydi bunda. Fa'ala hada la yajuzu asla. Lozim go'shtda salom qilib bo'lmaydi degan gap chiqib qoladi. Va huwa rivoyat ibn Shuja. Go'shtda zada qanda bo'lsin, pashkosh bo'lsin, ustaxonlik bo'lsin, go'shtda salom qilish bo'lmaydi degan rivoyatni ibn Shuja ustozidan va ustozi Imom Abu Hanifadan rivoyat qilgan. Musha ibn Shujaning rivoyati Hanafi mazhabda al-asah. Hidayetimi ve huvel asah diyen. İbn Şuca kim? Ebu Abdullah Muhammed ibn Şuca ibn Thalci el-Belhi. Belh şehrinden Afganistan'dan. Bu Hasan ibn Ziyad el-Lu'lu'nun şagirdlerinden birisi. Tefakka aleyh ve sara imam asrihi ve kana fakihul Irak fi vakti. Öz zamanında Irak'taki katta fakihlerden boğan. Vel muqaddami fil fiqh vel hadis. مع الورع وعبادة نار ibadet köy takvadar hadis ilmi de olsun fıkıh de olsun en aldın katarda sanılan ulematıdın te 267. yılı ya bazı rivayet 266. yılı vefat olgan esir namazda secde kılgan halatda tükep ketken İmam Zahabi ve tefakka alel Hasan ibn Ziyad ve akharin حدث عن محمد بن أحمد بن يعقوب ابن أبي شيبة أشو محدثلادن حديث رواية كان فقال الحاكم رأيت عند محمد بن أحمد بن موسى القمي عن أبيه عن محمد بن شجاع كتاب المناسك في نيف 60 جزءا كبارا دقاقا محمد بن أحمد diyen kişinin huzurda İbn Şuca'nın Kitab-ı Menasik'ini kökenteyen bu 60 neçi tom deydim. Onu başka Tashih-ül Athar, Kitab-ı Navadir, Kitab-ı Mudaraba, Kitab-ı Radd alel Müşebbe diyendek eserleri var. Qazi bulapıran diyen çağda rad qilgan. Nimish qazi olama? Yüzü abroy desa, yüzü abroyim var. Meşhurluk desa, şöhret desa, neçi ming taliplerim, hamma joyda talib, hamma odamdan to'ygan bo'lib ketdi. Aslında qazilni erkinlikida qo'yib besim qilmay, xohlagancha hukm qila oladigan bo'lsa, ondan bu ravris haq bo'yicha hukm qilib qildi. Lekin o podshohlar ma'lum birini kelgancha bir vazirning ustidan hukm e'lon qilmoqchi bo'lsa, jazolamaysa deb to'silgan bo'lg'achqa ko'tarni qilmayman. Ya'ni bu qozilikni rad qilish degan gap, buni atoatin deyishimizda İmam Abu Hanife rahmetullah alayhi qozilikni rad qilib urib o'ltirilgan. Qozi bo'lmayman. Nima uchun? Haqda hukm qilinmayman. Sen podshoh bo'lgan ekan, menga besim qilsa, mana bunda deb, mana bunda hukm qil deb
Şunu qilmayman deb Abu Ja'far al-Mansur urib o'tirgan. Va bunun shogirdlarim mana qozini rad qildi. Nima uchun desa, podshoh menga besim qildi. Besim bilan qozni qilamayman. Hech qanday besim ushmay o'chadi qilaydi. İbn Shuja qilgan rivoyatda go'sht zar qanday pash go'sht olsin, go'sht olsin salam qilish bo'lmaydi dedi. Va huwa al-asah. Walau istahlaka lahman daminahu bil qimati 'inda Abi Hanifa. Mavu aşu nimaga sal chetishib qo'yg'achqa, ya'ni mimma yandabidu bis-sifamu bu, mimma la yandabidu bis-sifamu. Misliyatmi, qiyamiyatmi degan narsaga hozir tushunmamdi deb qilgan tahlildan kelib chiqarilmagan. Ya'ni go'sht misliyat ulamdi, qiyamiyatmi? Bir masalada birisining go'shtini yeb oldi. Qassobning isbon go'shtini qilib bilan pishirib yeb oldi. Buni qanday tultimiz? O'xshash bir san go'sht gapiramdi yoki uning qimmatini tultamdi. İmam Abu Hanifa'dan kelgan bir rivoyatda bu go'sht zavatil qiyam bo'lg'achqa misli emas. La yandabidu bis-sifa demakchi. Misli bo'lmag'achqa bu zavatil qiyam. Ularga mushun pulisini to'laydi. Ash go'shtninki pulisini tultimiz. Aldığıda fatvanın sahibine verip İbn Şuja'nın asah kitap koydu. Yaqash rivoyat qaysi sahirak İbn Shuja'nın sahirak. Bu İmam Abu Hanifa'dan kelgan ikki rivoyatning birisini sahih emas deb bildi. Lekin bu ikki qarash va Abu Hanifa'dan, ham sohibandan kelgan bo'ldi degan qarash va, yani buni biz Hanifi mazhabda qasin qilamiz, bo'ldi degan qarash. İbn Şuja la yejuzu. Ya İbn Shuja'nın rivayetida la yejuzu as-salam fil lahm. İmam Abu Hanifa'dan kelgan ikki qarashninki, ikki rivoyatninki asahraqi İbn Shuja'nın rivayeti. Lekin aşı asahraq olsunmi? İmam Abu Hanifa'nın kelgan qarashini olmaymiz. Sahibaning kelgan qarash, joiz degan qarashni oldik. Fatvo shu bo'yicha berildi. Bulardir. Yani sahibaning qarashi sonraga olsin bo'ldi. Nisha to'xtamdik. Allahu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk.